onasi. Dada qo'limni yuvib keling. To'g'risi ham dadasi. Abdullajon qoladi, Oybek chiqadi. Bu uyda men aytganim bo'ladi. Abdullajon, tayyorgarligingni qil. Ko'chib chiqasan. Xo'p. Dadasi, bu nima qilganingiz? Qo'char. Necha marta aytganman senga bolalarni biridan birini ajratma deb. Voy, men yomon gap gapirdimmi? Abdullaning ishlari bir yaxshi. Birga tursa hech narsadan qiynalmaymiz. Esi yo'q xotin. Hozir nima qilganingni bilasanmi? Bir o'g'lingni ko'kka ko'tarding, ikkinchisini yerga ko'mding. Voy, Oybekning ishlari zo'r paytda Abdullaga dom oldiruvding. Endi Abdulla bilan yashamoqchimisan? Bir narsani yaxshilab eshitib qo'y. Erkak kishini omadi bilan hazillashma. Undan ko'ra ikkala o'g'lingni ham duo qil. Ikkalasini ham ishlari yurishib ketsin. men Och, yop og'zingni. Sen onasan. Shuni unutma.